Mana ochib olinglar, kelasiz. Beringlar. Kamonchilar tog'i mana. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 50 ta kamonchini orasiga joylashtirgan mana shu. Qancha? 50 ta kamon. Payg'ambar alayhisolatu vassalam o'sha kuni 1000 ta lashkar bilan kelgan. 1000 ta. Kelayotganda o yo'l yarmida 300 ta lashkar qaytib ketgan munofiqlar. Qancha qoldi? 700 ta. 50 tasi martabasi 650 ta odamlar Rasululloh marta maydonda qolgan. Tushunarlik? Mayer bilan harom minorasi ko'ryapsizlarmi? 4 kilometr. Ashaddan mashinagacha 4 kilometr. Ashad lashkar chiqib, mana xurmo bog'lari bilan kelib, Rasululloh tog'ni ko'rgandan keyin orqa tomondan Rasululloh o'tib, mana maydonga joylashdi. Mana shu katta maydonga joylashdi. Tushunarlik? 650 ta lashkar shu turibdi. 50 tasi mat turibdi. Mana o avtobusda turgan yerda 3000 lashkar kofirlar turibdi. Mana shu yerda 3 barobar ko'p kofirlar bilan Rasululloh shu yerda urushgan. Shahid bo'lgan Hamza roziyallohu anhu, Musab ibn Umayr, Abdulloh ibn Palonchi va ko'p sahobalar nima qilgan shu yerda shahid bo'lgan. Rasululloh o'zlari quduqqa tushib ketganlar bu yerda. Quduqda tushib ketib, boshidagi bu duburga kirib ketib, tishi sinib, yuzlari qonga to'lganda qanday payg'ambarning shu musibatlarga olib kelgan qavm yutadi deb duo qilganlar. Qanday duo batam qilmadi. Qanday yutarkin bular hayronman deb sabr bilan turdilar. Tushunarlik? Rasululloh quduqda ekan ko'pchilik Muhammad o'ldiga chiqarishib olgan. Mish-mish. Ashunda ba'zi sahobalar Usmon ibn Affon o'xshagan sahobalar Madinaga ketib qoldi. Ba'zilar shokda mayta o'tirib qolishdi, nima qilamiz endi Rasululloh o'ldi deb. Ba'zilar payg'ambarimiz o'lgan ishni o'laylik deb turib maydonga kirganlar ham bo'ldi. Hamza roziyallohu shahid bo'ldi degandagi sahobalar qattiq kurashib, quvlab olishgan. Tushunarlik? Tevadaylar ashunda nima qilgan? Ketishib olishgan. Biz ham o'sha g'animat olaylik. Biz ham qalqon, qilich olib sotamiz, tirikchilik qilamiz deb turib tushib ketib qolishgan. Hammasi emas, bir 8-9 odam qolgan xolosda. Qolgan 40 tasi, 42 ta, 3 ta hammasi tushib ketib qolgan. Hapsga berdi. Ashundan keyin o'tib turgan 200 ta otli Xolid ibn Valid manaqasi orqa tomondan kelib, sahobalar orqa tomondan keyin hujum boshlagan. Shu o'rta qolib qolishganda 70 ta odam shahid bo'lgan. Musulmonlardan Hamza boshchiligida 70 ta odam. Tushunarlik? Xo'p, shu shahidlarga men ko'mishgan. Mana Ma'jiz salom bergan tushamiz. Tushunarlik? Rasululloh har hafta bir marta kelib shu haqqiga istig'for aytib, salom berib, duo qilib ketardi, o'sha sunnatni ihyo qiltiramiz. Tushunarliga? O'sha sunnat. Bu yerda shu obdol sar qiynamay, ham peshin vaqtimizga yaqinlashib qolyapti. Tushunarlik? Uhud jangi mana maydonda bo'lgan. Keyin Rasululloh chekingan. Asha o'ra kichik tog'lar orasiga chekingan. Rasulullohning oldida o'sha kun 9 ta odam qolgan. Aytgan, kim bugun meni yonimda shu yerda jon bersa, qiyomat jannatga qo'shilib bo'ladi degan. Bu nasibani qarang. O'zini joyida qancha soatda bo'lib qoldi nasibi jannatda qo'shilib bo'ladi dedi. Erta turganlar 9 ta edi. 7 tasi Madinalik, 2 tasi Makkalik. 7 ta Madina hamma shahid bo'lgan. Rasululloh qo'shinlari deymiz. 2 ta odam tirik qolgan. Sa'd ibn Uboda, Sa'd ibn Abi Waqqas va hamda Talha ibn Ubaydulloh. Talha oldida turgan, Sa'd Rasululloh orqasida turgan. O'tiring, ya Rasululloh, o'tiring, otanglar bizga fido bo'lsa o'tiring. Bu odamlar nayzasi tegib qolmasin, o'tiring. Rasululloh himoyasida turishibdi. 7 odam jon taslim qilib oldi himoyada. Bitta qolgan odam Talha qoldi, xolos mashinada chiqib olgan, mashinada turibdi-da. Kelganki kamon to'siyapti, mana shu Rasululloh oldida, Rasululloh orqasida. Kelganki kamon to'siyapti. Haligi chopilayotgan kamon sanyak nechta joyga qilishdi ekan shu kun. Kelganlar bilan olishayotgan Rasululloh chiqib, men mayerdaman, sahobalar o'ldi degan man gap chiqib ketadi-yu. Ham musulmonlar, ham kofirlar kelishdi boshladi. Abu Bakr Siddiq Rasulullohning ovozini eshitib, payg'ambarimiz tirik ekan-ku, hali changni chet ko'rinmay qoldi-da. Xursand yetib kelib qarasa bitta bola chiqib olib mashina turibdi-yu. Talha bo'lgan. Chunki Talhani kim olib kelgan? Abu Bakr degan gap kelgan. Talha Abu Bakr Siddiqning Banu Tamim qabilasidan edi. O'zini qabiladoshi Talha bo'lgan, keyin Rasululloh Talha ekanda. Shunday odamlar kelgandagi Talha uchun qushdan ketib qoldi. Rasululloh men qaramanglar, Talha qaranglar birodarga, bu haqliroq dedi. Qarab turib, jannat senga vojib bo'ldi dedi.
Jannat farz bo'ldi dedi. Vojib bo'ldi. Hal Talhani o'zi keltirishdi. Chekinamiz. Mayli chekinamiz. Odamlar deb Rasululloh masjidda maydonda nima qildi? Oxirgi yurishni boshladi. Kofirlar kelar ekan, Umar bo'lsin, boshqasi bo'lsin, endi eplab zashishasa, himoya qilib ashta qator tog' chiqishib oldi. Tog' tevasiga yaqinlashgan ekan, kattaroq bir hasan tosh chiqib oldi. Rasululloh necha yoshda? 56 yoshda. 56 yosh. Ustida duburg'a bor, boshida. Sovut bor, bronjet, sovut bor, og'ir, temir. Hali usti chiqolmay qoldi. Ham chuqurga tushgan, boshida yorilgan, qon ketgan, chisingan, chiqolmay qoluvdi. Ashitda bitta shu sir odam, eski odam nima qilish kerak edi? Darrov orqasini tutib Rasulullohga plampay bo'lib berish kerak edi. Ashti ish Talha qildi yana. Yana qildi. Yana sahoba ashjo'da yana toshni время, toshni место edi. Shunda o'tirib orqasini qilib berdi Rasululloh, ustiga oyog'ini qo'yar ekan, jannat yana bir marta vojib bo'ldi senga dedi. Bu ne'mat bu. Keyin Rasululloh aytib qo'yadi. Kim tirik vazifasini yerda o'ta bo'lgan shahid ko'rmoqchi bo'lsa Talhani ko'rib ko'rsin dedilar. Vazifasi o'ta bo'lgan. Rasululloh taalluqli vazifa o'talgan. Tirik. Keyincha sahobalar haligi o'tgan voqeani eslab qolishadi-yu. Bunday bo'luvdi. Abu Bakr Siddiq, u gapirmay qolinglar. U kunda sahobalar hammasini Talha yig'ishtirib ketgan deydi. Hammasini olib ketgan deydi. Shu rostdan ham olganda o'sha sahobalar Talha keyin beta o'lmagan. Yo'lda Shom tomonida o'lgan. Buni keyin tarixini aytib beraman. Tushunarliga o'sha voqea mana shu maydonda bo'lgan, mana shu maydonda. Rasululloh kechikilgan. Hozir azizlar sahaban tushib, inshaalloh shahidlarga nima qilamiz? Salom beramiz. Salom berishimda sizga aytadigan ikkita gapim bor. Tezda lo'nda. Hozir orzu qildingiz-a? Ash kuni bo'lsa-mu, jon fido Rasulullohga. Turib mashina turib chop meni. Rasulullohning himoyasida o'lsam bu zo'rmi? Qiyomatga Rasululloh o'zi guvoh bo'lgan. Shuncha kelib haqqiga duo qilib turgan bular. Siz Alloh sizga hozir boshqa xizmatni beryapti. Boshqa hozir xizmati bor. Salovatni ayting. Ayting, Rasulullohni yaxshi ko'rsangiz, Rasululloh so'ragan, menga nima ayt? Salovatni ayting. Salovatni ayting. Ayting, Allohumma solli ala Muhammad. Allohim payg'ambarimiz martabasini ko'targin, Rafiqul a'lodan joy bergin. U kishini haqqi kim gapirsa, yolg'on gapirgan, tuhmat qilibdi, ular Allohning gumon qilgan. Mana Rasululloh xizmati. Rasululloh shuni so'radi, menga salovat ko'paytiringlar. Ayniqsa payshanba kechasi dedilar. Payshanba kechasi, juma kechasi menga haqqimni nima qilinglar? Salovat eng qiyomat kuniga yaqininglar, xulqi go'zalinglar va ko'p salovat aytganinglar dedi. Salovat ko'p aytgan odam qiyomatning yutug'ida. Faqat yutug'ida. Payg'ambar alayhisolom aytadi hadisda. Tush ko'ribman deydi. Shunda sirot ko'prigi ko'rindi deydi. Men sirotning nari betida o'tib olib turibman deydi. Jannatga kirib ketmayapti. Ummatini o'tishini kutyapti. Bitta duo qilib turar ekan. Qarang, siz Rasululloh bilan yuzma-yuz ko'rishasiz qiyomat kuni. Sirot ko'prigida ko'rishasiz. Sirot ko'prigiga shunda oyoq qo'yar ekanmiz, sirotning nariga betida bitta odamni ko'rasiz. Otangiz emas, onangiz emas, o'rtog'ingiz emas, juftingiz emas, farzi bitta payg'ambar Muhammad alayhisolamni ko'rasiz. Sodiqlikni qarang, ummatiga sodiqligini qarangda. Robbi sallim, Alloh salomat qil, shu o'tmasin, shu meni ummatim o't. Va haqqingizga duo qilib turadi. Bu payg'ambar haqqiga duo qilmaymizmi aytinglar? Salovat aytishga tinmay salovat. Aytyapti, bitta sahobam, bitta odam kelyapti ummatimdan deydi. Chop o'tirib qoldi. Sal qoldi yigilib ketishga. Yiqilayotgan yeridan 5-6 narsalar kelib, tika qilib joy qo'yib qo'yishdi. Qarasam, menga aytgan salovatlari uni tika qilib qo'ydi deydi. Qarang, menga aytgan salovatlari nima qildi uni? Bu salovatning manfaati bu. Bu dunyoda sahobalar bittasi buni eshitgan odam kelib, bangot namozidan keyin o'tirib, Rasulullohning yuzlariga qarab, maza qilib, Ubay ibn Ka'b Rasululloh oldiga keldi. "Ya Rasululloh" dedi. "Duoyimni 3dan birini sizga berdim" dedi. Qarang, duoyimni 3dan biri nima bilan? Salovat bilan to'ladi. Duoyimni 3dan biri bo'ldim sizga dedi. Rasululloh Allohu akbar. Zid, ziyoda qil, o'zingga foyda dedi. Sahobasiga zid, ziyoda qil. Dedi o'ylanib, yarmi sizniki? Allohu akbar. Alloh yana ham ziyoda qilsin. Ziyoda qil, o'zingga foyda. Hali odam o'ylanib, 3dan 2 sizniki dedi. Zid, ziyoda qil, o'zingga foyda. Allohu akbar. Bo'ldi ya Rasululloh, 3dan 2 sizniki bo'lsin. Dedi payg'ambarimiz, zid, ziyoda qil. Dedi ya Rasululloh, duoyim hamma sizniki bo'lsin dedi.
tursam ham, o'tirsam ham, yursam ham kim haqqiga? Payg'ambarim haqqiga duo qilaman degan Allohu akbar. Idan tukfa hammuka, g'amingga kifoya qiladi dedi. Va tukaffaru zambuka, gunohlaring kechiriladi dedi. Qarang, bu dunyo oxirat g'amiga kifoya qilar ekan salovat aytmoqligingiz. Ashi xizmat. Rasululloh so'randi sizdan. Men nomimdan umra qil dedimi? Dedimi? Yo'q. Men nomimdan haj qil dedimi? Yo'q. Men nomimdan sadaqa qil dedimi? Yo'q. Rasululloh o'zi savob yetarlik. Menga salovat ayt, ummatim menga salovat ayt. Salovat ko'paytiringlar. Ikkinchisi, menga vasilani so'rab ber. Ati Muhammadanil vasila. Shuni so'rab, azondan keyin duo. Menga vasilani so'rab beringlar. Kim menga vasila so'rab bersa, u anaqada qolmaydi, bir qilib beraman. Men unga qiyomat shafaatim vojib bo'ladi dedi. Himoyam vojib bo'ladi dedi. Tushunarlik? Demak, vazifa ikkita. Bugun Uhud tog'idan kelishdan maqsad ikkita. Bittasi salovat ko'paytiramiz, ikkinchisi vasila so'raymiz. Vasila bu juda ham katta bir maqom. Odam alayhisalomdan boshlab qiyomatga to'g'ilgan inson borki, bittasiga beriladigan shu maqomchi. Qiyomat kuni Alloh taolo shu maqomni bittaga beradi. O'sha odam men bo'lishni orzu qilaman. Menga yordam berish bor, deyapti. O'sha odam men Rasululloh kim orzusini ro'yobga chiqarmaydi. Rasululloh men nomimda masjid qurib qo'ysa, vallohi qurgan bo'lardi. Uyimizni sotib qurgan bo'lardi. To'g'rimi? Rasululloh aytayapti, menga u kerak emas. Menga qiyomat kuni mahshar maydonida bitta maqom, bitta uruv, bitta beriladi. Shu bitta odamni zurriyat bittaga beriladi. O'sha men bo'lib orzu qilaman. O'sha men bo'lishni orzu qilaman. Payg'ambarlar ichida sharafli maqom. Butun insoniyat sharafli maqom. Keyin o'zi aytib berdi. U albatta Rasululloh oladi. U oladi. Alloh taolo Rasululloh berib oldi uni. Faqat shu vagonning ichiga qo'shilib oling. Shu karvonning ichiga qo'shilib oling. Shu zo'r maqom ichiga siz nasibingiz bo'lib qolsin. Rasululloh aytadi, qiyomat kuni Alloh taolo quyoshni jazirama qilib tikka qilgan paytda Alloh bandalar gapirmaydi. Hisob kitobni boshlamaydi. Obtoda qiynalib turishib Odam alayhisalom deydi, "Ey odam, otamsan, ayt Allohga hisob kitob boshlasin. Meni aybim bor. Yemadiganni nima qilganman? Yeb qo'yganman. Sen Ibrohimni oldiga boringlar, Nuhni oldiga boringlar. Nuh alayhisalomni obtoda tek qo'ying, mahshar maydoni obtoda. Mana shu obtoda turganim uchun savob olaman. Hamma bilan baravar bo'ling. Nuh alayhisalom oldiga boringlar. Nuh alayhisalom, "Yo, men duoyimni ishlatib borib borganman o'g'limga." Ibrohimga boringlar. Ibrohim alayhisalom, "Men yolg'on gapirib qo'yganman, ikki marta" deydi. Qani? Yolg'on gapirib qo'yganman deydi. O'zi halol, to'g'ri yolg'on edi. 3 marta yolg'on gapirib qo'yganman, menga emas deydi. Boringlar Musoga. Muso alayhisalom, "Men odam o'ldirib qo'yganman, menga emas." Isoga boringlar deydi. Iso alayhisalomga borsa, Iso alayhisalom kulib, "Muhammad alayhisalom haqliroq" deydi. Qara, ayb aytmas ekan Iso alayhisalom. Nimaga? Deyarli gunoh qilmas ekan. U kishi bu hadislarni eshitadi. Qachon? Tez kunlarda keladi. Shu Rasulullohga ummat bo'lgandan keyin shu hadislarni eshitib bilarkanda qiyomat kuni, shuncha qiyomat kuni kulib, Muhammad alayhisalom haqqiga oldiga boringlar. Hamma payg'ambarimiz, "Ya Rasululloh, ya Muhammad, sizni Alloh taolo oxir payg'ambar qildi, sizga Qur'on tushirdi, ummatingiz eng ko'p ummat qildi, siz musulmon sabr qildingiz, Allohning eng suyukli mahbubi bo'ldingiz" desa, payg'ambar shu ish menga deydi. Anali hada, shu ishni egasi menman, shu ishni egasi menman deydi. Keyin borib arsh aloda ostiga borib sajda qiladi. Aytayapti Rasululloh, o'sha kuni Alloh taolo meni dilimga hech qaysi farishta aytmagan, hech qaysi payg'ambarning og'zidan chiqmagan maqtovlar Alloh dilimga ilhomlantirib qo'ydi. Shunday Allohni maqtayman, Alloh taolo g'azabidan tushadi dedi. Shukur ya Muhammad, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ya Muhammad irfa rasak. Ey payg'ambarim, ey Muhammad boshingizni ko'taring. Sal tu'ta, so'rang, albatta beraman. So'rang, albatta beraman. Shafaat qiling, albatta shafaat qilaman deydi. Himoyangizni olaman, qabul qilaman deydi. Payg'ambar shunday o'tirar ekanda Allohim hisob kitobni boshlagin derkan. Hisob kitob qilaylik. Mahshar bandalarning mahshari qiynalib qolishdi. Bo'ldi, hisob kitob boshla. Alloh taolo so'raganki, nima payg'ambarni duosi. Ashi maqom vasila maqomi o'sha. Rasululloh o'shani xohlar ekanda. Jinlarni ham, insonlarni ham shafaat qiladi. O'ylayapsizmi? Bu bitta odamga beriladi. O'sha odam kim? Men bo'lishni orzu qilaman. Haqqimga duo qilib beringlar dedi. Demak, bugungi Uhud tog'ida
yonida kamonchilar tog'ida turib niyat qiling ikkita amalga. Bittasi salovat ko'paytirish, tursangiz, yursangiz, o'tirsangiz, qozonni ustiga borsangiz, sallohumma solli ala Muhammad. Biling shuni. Unda qisqaroq aytamiz, sallallohu alayhi va sallam, eng qisqasi shu. Sallallohu alayhi va sallamda akalar. Keyin Allohim payg'ambarimga vasilani bergin. Dasturxonda ustida ham, yotayotganda ham Allohim payg'ambarimga vasilani bergin. Va shu Rasululloh xizmati mana shu. Bizga qilgan xizmat shu. İçimizde 50.000 marta aytar, 100.000 marta aytar kimdir? U aytgan sari nima qiladi? Allohning oldida martabasi ko'tariladi. Payg'ambarimizga xabar yetkazadi. Ya Rasululloh ummatingizdan falon sizga moncha ming salovat aytdi. Zarur bu. Tushunarliga? Amin. Amin. Allohim bugun qilgan niyatimizni bergin. Payg'ambaringni haqqiga salovat aytishdi. Vasila so'rashni Alloh hammamizga nasib etsin. Alloh taolo kimlardir payg'ambarimizning xizmatini qildi. Ular seni roziligingni oldi. Payg'ambarimiz roziligini oldi. Payg'ambarning duosini oldi. Oliy Firdavsdan joy oldi. Olib ketishdi. Alloh bu seni fazli ihsoning bo'ldi ularga. Alloh bizga ham fazli ihson qilgin. Payg'ambaringni ortidan borishni nasib etgin. Payg'ambaring bilan jannatda ko'rishni nasib etgin. Alloh taolo ziyoratlarimizni o'zining qabul qilgin. Bugungi turgan issig'imizni Parvardigor mahshardagi issig'ini Alloh o'zi asragin. Arshing soyasidan joy bergin. Mahshar maydonida arshing soyasidan joy bergin. Chanqamaydigan, qiynalmaydigan, kitobini o'ng qo'ldan oladigan, payg'ambaringni ko'rganda, bu mening ummatim deydiganlardan bo'lishni Alloh hammamizga nasib etgin. Allohim shahidlarimizni chiroyli qabul qilgin. Alloh taolo ya Robbil alamin. Allohu akbar.